Assalomu alaykum hurmatli Uyg'urlar. Hammalarniki mush vaqt xayrli olsun. Sizlarga xayrli Ramazonlar tilayman. Bugun tunji kuni Ramazonniki. Ko'ngil so'zimni o'rtoqlashib chiqdim. Tunji kun tutgan rozam hargiz unutib qolmayman. Men 17 yoshlar atrofida musulmon bo'ldim deb o'ylayman. Bundan burun ham ikki musulmonning bolasidim, lekin bakmoqliqi dinimni yashab ketgan bir musulmon emasdim. Shu namozga boshlagan yilisi men ro'za tutay desam, dadam tutma bolam degan. Nima ish qildinglar? Men tuluqsizdan boshlab qattiq oshqozon kesilim batdi mening. Shu oshqoznim og'rib, yetib qolatdim yerda, qo'sqimni tutib. Shu hatto doktorxonaga kirib 3 oy yetib qoldim. 3-chi doktorxonada deb o'ylayman. 3-chi doktorxonada bo'lmaydi, Yangidan ustidagi. 4-chi doktorxona emas qilib, 3-chi doktorxona. Shu yerda bir 3 oy yetib chiqdim qarindoshlar. Oshqoznim 12 ga bormoq qanab, ishda bir bo'lgan vaqtlarim bo'lgan. Shunga balam, dadam dedi, balam tutmasang bu ro'zini, chunki kesilim qo'zg'alib qoldi deb. Ashuna degandiki, endi men dadam bilan deyishib, dadam men bir tutay. Bakchi deyolmay qolsam buzuytam ro'zamni deb. Bu ro'zani tutgan qarindoshlar, bu ro'zani hamda bu oshqozonning kesilim saqaysin deb tutmagandim. Lekin shu saqaygancha Ramazonda mana hozir 20 necha yil o'tdi, shu oshqozonimniki qanab doktorxonada yetib qolgan oshqozonim ro'za tutish bilan saqayib ketdi qarindoshlar. Yemigan dori Tayvanlardan dadam degan har xil dorilar kelib kelgan mana. Lekin shu ro'za saqaytib o'tdi-da meni. Hamda Allah inşallah tutgan ro'zimizni qabul qilsin qarindoshlar. O'ylab qoldim, bu go'zal Ramazonda hammamiz qachon vatandagi Ramazonlarni silishtirishdan avara qoldimizda. Zo'g' qopsaq vatandagi zo'g'ni, iftorga olsak vatandagi iftorni, tarovih qilsak vatandagi tarovihni, hamma narsa shu vatan bilan silishtirib bilan boshlab kesilimiz bor shu bizniki. Yurgimizni mujido, tatlaydi yurgimizni kichik-kichik, munda tatlaydi yurgimizni. Qanaydi yurak degan, vatan deb qanaydi. Şu vatandagi kunlarni eslaymiz, urug'-tuqqanlarimizni eslaymiz, ota-onamizni, ini-singillarimizni, aka-inilarimizni eslaymiz qarindoshlar. O'ylab baxtim endi biz yurt tashida muhojiratda nihoyatda rahat. Amerika nihoyat rahat ya. Endi yey desam Uyg'ur vatanda yegan tomoqni ham topqildi bu yerda. Alloh razı olsun bir qancha Uyg'ur oshxonamiz bor. Turkiyadagi gullarmi bek rahat. U yerda texmaja oshxona bor. Bizning bu yerda Uyg'ur tomoqlarini ham yegilarimiz ham, lekin boshqa turk tomoqlari Turkiyadagidek yaxshi emas. Talalik Türkiye'deki qarindoshlarmi biz shunday bir xil go'zal bir muhitda ro'za tutalaymiz qarindoshlar. Ammo esimda bor, men tibbiy universitetda ro'za tutgan vaqtimda bu Xitoylar chiroqchilik qilgan kechida qaysi yo'qdan chirog'i o'chiq deb shu maktabdan ochdi mangib chorlaydigan, chunki kechisi chirog'i o'chiqlar zo'liq qo'pgan Uyg'urlar deb shularni bular tizimlaydi hamdi. Shunga shu qorong'ulik qo'pab ro'za qarang'ida tomoq yeb boshlab ro'za tutdik. Ajab lazzat ekan qarindoshlar. Shu qimma deganni qilsa, vatanda bularga diniy kitoblarning hammani shu Xitoy o'qima degan siri hammani o'qib tugatyaptimda masalan. Lekin miyada hamda erkinlik o'qan o'qi desam o'q. Adam o'rinli qilib qoldi ekan-ku. Shuni ola o vatanda tutgan ro'zning lazzati ajoyib ekan. Shuni o'ylab qoldim. Biz vatan sirtidagi Uyg'urlarningki tutgan ro'zimizning badali nima deb so'rasanglar qarindoshlar, bizning tutgan ro'zimizning badali ochliq, usash. Ana. Yoki bo'lmasa bangi guylar o'z bishoratdan baxchimsa, mango qahva bangisi, qahva ichimsan bishim og'riydi. Shu hamda ochliq bilan usash bizning to'laydigan badalimiz shu, bizningki ro'zimiz uchun. Ammo vatanimiz Sharq Turkistonda balkim bir zo'liqning badali o'lim bo'lishi mumkin, balkim bir iftorlikning badali jazolarga bo'lishi mumkin, balkim tutgan bir kunlik ro'zimizning badali o'lim jazolarga ishkanja bo'lishi mumkin, balkim tutgan ro'zimiz eng oxir ro'zimiz bo'lishi mumkin. Shuni o'ylayman qarindoshlar, balkim bizlar qarindoshlarimiz 1000 yil ro'za tutsaqmi, Sharq Turkistonda Uyg'ur qarindoshimizning tutgan 1 soatlik ro'zasiga teng kelmaydi qarindoshlar. Shunga mushu vasila bilan mushu Ramazonda bizning davorimizning bir sahibi yo'qchu. Hammadan foydalanib tashib turib qarindoshlar. Boshqa millatlarning davosi bekor kuchli. Ham bizningki ham o'rnida o'ylab baqsam, shuni o'ylab qoldim hamda. Butun dunyo bir xil Uyg'ur deb qochadigan bo'lgan ekan. Bu musulmon davlatlari hammadamningki bir sahibi bor ekan, bir valisi bor ekan. Dago deb qo'ydi Xitoycha. Bizning Uyg'urlarning valisi yo'q ekan. Shunda o'ylab qoldim, demak bizga bir Alloh o'z vali bo'lgan şeydi. Ey qulim, sana A davlat, ma davlat, A partiya, ma partiya, A rais, ma rais, boshqalarning raislari va boshqalarning davlatlari va
boshqalarning davlatning orqadagi manda kuchlari bor. Ammo men Uyg'ur xalqiga mana men o'zim kepil deb Allah öz bir bevos kepillamdi deb o'ylayman. Endi o'zimni ashlar rahatlatib muhmayman. Ammo shuning ishini biz Uyg'urlar balkim Allohga eng yaqin millat deb o'ylayman qarindoshlar. Demak biz Allohga eng yaqin millat bo'lgan ekanmiz, Allohdan tilishimiz kerak qarindoshlar. Allohdan shu vatanimizning mustaqilligini tilishimiz kerak. Vatanimizga qarindoshlarga duo qilishimiz kerak. Ham qarindoshlar shu mustaqillik yo'lida agar bizning tuzitishga tegishlik taraflarimiz bo'lsa, moddiy va ma'naviy ruhiy kasalliklarimizga Allohni shifo tilishimiz kerak. İttifoqsizlik bir kasal, ikkiyuzlamachilik bir kasal, manfaatning oqidan qo'g'lash bir kasal, Xitoydan bakrak qo'rqib, Allohdan azroq qo'rqash bir kasal. Nurg'un kasalliklarimiz bor. Bu ve doktorxona barsanglar, yo nimda kasal olding deb kasalni tullab saqaytgan bir doktor yo'q. Avval shu kasalni tepib dori berdi qarindoshlar. Shuni men hamda o'ylayman, hamda odamchilikda xatolik o'tkazimiz bizmi inson. Uyg'urlar ana qildi, mana qildi deb qaqshaymiz, lekin bu u qaqshigan bilan saqaymaydi o kasal. Doktor degan davolab saqaytadi, tullab saqaytmaydi o kasal deganini. Shuni o'ylayman, bir-birimizga hamda menga doktor emas, shunda davosimi Alloh hammamizniki Şafi ismi bilan qalbimizga bir shifo berib bersa ajab emas qarindoshlar. Shuna shu Ramazonda bütün millatimizningki mustaqillik yo'lida agar yo'limizni to'sayotgan, qalbimizni to'sayotgan, ma'naviyatimizni to'sayotgan qanday kasalliklar bo'lsa, Allohning shifo tilayli. Buning ichida balkim birinchisi ittifoqsizlik. Shuna ittifoqligimiz uchun duo qilaylik qarindoshlar. Shunchalik deb o'yladim. Shunchalik pek uzatib o'tmay qarindoshlar. Bu mübarek Ramazan'da ittifaqlığımız aşsın inşallah. Aşı bir-birisiga o'sh Uyg'urlarmi bir-birisiga amroqlab ketsin. Bir-birisidan aşı o'zangi so'qashtirib raqobatlashadigan Uyg'urlarmi vatan uchun, xalq uchun, Sharq Turkistonning mustaqilligi uchun vatanda qolib qolgan aşı ma'sum dunyoning eng yaxshi Uyg'urlari ash haq degandan ajoyib isil Uyg'urlar demek. Shu isil Uyg'urlarning qutulishi uchun inşallah Allah bizga bu güzel Ramazan vesilesi bilen dualarımızı kabul kılsın. Vatanimizdeki Uygurlarga yardım kılsın. Vatanda sırtındaki Uygurlarga birlik, beraberlik, ittifaqlık nisip kılsın. Güç ve kuvvet, baylık nisip kılsın. Bilim nisip kılsın. Ahlak, fazilet nisip kılsın. İnşallah. Şu yolda bizge kereklik, maddi ve manevi qanday güç bolsa inşallah bizlerge nisip kılsın qarindoshlar. En ahırda deydiğim hem de mening ağzım iştek mijazim chaqqan Ramazan vaqtida shu 2000 burunqi vaqtlarni deyildi hamda. Yani chishinglarga tep qo'ygan bo'lsam, ko'nglimlarni bilib-bilmay ag'ritib qo'ygan bo'lsam, garchi hamda og'zim ishtik bo'lsa-mu, azroq qitig'ir bo'lsam-mu qarindoshlar. Ko'nglimda yomonlik yo'q, mening birsi yomonlik bo'lgan bir mijozim yo'q qarindoshlar. Shunga haqqinglarni halol qilinglar inshaalloh. Bir-birimizga duo qilaylik. Allohga minat qilinglar. Xayrli Ramazonlar.